Hammaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan Temur Gamer va Yodik. Bugun biz hardcore o'ynaymiz va shu hardcore'da bu oddiy hardcore emas, 100 kunlik hardcore. Agar biz mabodo o'lib qoladigan bo'lsak, ne bu Yodikka tegishli. Shu uchun ham nima qilmangizlar, Yodikka tegishli bu. Agar Yodik o'lib qolsa ham o'yin davom etaveradi, lekin men o'lib qolsam 0.001%. Biz yana bitta zal qilib boshqatdan noldan yutishga harakat qilamiz-da do'stlar. Nima qilamiz boshqa? Noldan yutishga harakat qilamiz. Va mana tosh chop kuchaymasdan ish bitmaydi, chunki hardcore o'ynayapmiz biz. Bu oddiy narsa emas. Hardcore o'ynayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Yodik yana gapirmayapti. Yodikning ovozi zapis bo'lmayapti, chota. Zapisam Yodik xohlamayapti zapis bo'lishni ovozini. Tezroq chopib ishimiz tugatsak, birinchi marta hardcore o'ynashimiz bu do'stlar. Mani emas. Oldin ham o'ynaganman, faqat video tarzda emasda. Shunaqa do'stlar. Yodik esa birinchi marta hardcore o'ynashi. 100 kun yashaganman, Almazning Vrenaga borib o'lib qolganman afsuski. Nima qilib yotdi u yoqda? Yerim ortib qoldi. Mayli. O'zi taq ana. Естественно. Endi toshli kirka yasab olsak, anchagina ishimiz tezroq bo'ladi. Yodikka ham hozir tosh taylaymiz, u ham kirka yasab olsin. Ana endi sekingina chopamiz. Ana. IQ. Aşağıdan sağ o'g'il chopasan, ama oddiy nimani chopaman, toshni kerak bo'ladi blok qo'yganimizda. Nihoyat do'stlar, mana shu o'lgur konni topdik. Endi bu yerda o'g'il chopamizmi desak yo'q. Adashlaring, biz jelis chopamiz. Maksimum YouTube'da ko'rsatishdi, maksimum 11 ta jelis chopish mumkin ekan bir kunda. Minecraftda birinchi kunda biz ana shu qoidani buzmoqchimiz yodgor bilan. Maksimum biza hech bo'lmasa 20 ta chopishimiz kerak, eng kami. Maksimum esa ko'p chopamiz. Eng kamida 20 ta. Hardcore'da eng qizig'i nimalarni ham o'zgartirib bo'lmar ekanda. Sложный, normal. Hardcore'ligini hisobga olib, bu ishni qilayotganim to'g'rimi yo'qmi yozib qoldingizlar kommentariyada. Men bilaman, lekin bu istalik xato ishim. Bu ishim. Bir kun afsuslanaman lekin. Nega o'shanda kech bo'lar? Fakir yasab hamma yog'och Yodikka berdim. Endi foydasi yo'q. Qorong'ilashib ketdimi o'ynab? Mana gapimni eshitdi. Ana. Birinchisidan bo'ladimi yo'q. Qo'shdik do'stlar. Buncha mobni oddiy nimada bo'lsaydi yutardim. Bunaqangi vaziyatda yo'q.
Bunaqangi vaziyatda nezaret beradi deb boringmanda. Rosti bilanamda endi bunaqa vaziyatda hamma bunday bunaqa bunaqa vaziyatda nezaret beradi deb bo'lmasa kerak. Men o'ylayman shuni do'stlar. O'zim 3 ta zombi, bitta skelet, bitta o'rgimchak, bitta creeper. Yaxshi, o'zim format yig'ishdi. Ikkita creeper ekan, tepada ham bor ekan. 6 ta jelez yig'dik o'sha do'stlar. 20 ta jelez yig'amiz biz. Hay. Nima bo'lsa ham 20 ta jelez yig'ib, bananalar yasasak yodikamiz. Men 14 ta bo'ldi. Yana atiga 6 ta yana mana. Mana bu yerda ham 4 ta chiqsa 2 ta ekan. Endi 4 tagina qoldi. Chata yodik chaqiryapti, ketdim. Voy, qoch. Ana yodigan bor ekan. Yodgor qoch. Yodgor qoch. Help. Mana zombi bor ekan, qochamiz do'stlar, qochamiz. Bor kuch bilan suvda yuribman yana. Yuguramiz, bor kuch bilan yuguramiz. Bor kuch bilan. Oxirgi do'stlar, qani Yodgor? Yodgor qayerga qolib ketdi? Pastga tushib ketma. Tushib ketgan bo'lsa ketdi. Ana ekan. Buni tentak yurmaydi. Bu yoqda ham komir ekan. Ana ketishibdi o'zi. Qochish kerak. Shu blok qo'ray deganda, shunday kelib bittasi urib yuborsa, qoch yo'lik. Ortingdaman, qo'rqmasdan yugurar, ortingdaman. Bo'ldi, oldingdaman. Ortimdan yuguraver. Yo'lik joni kam qolgan. Aytdim-ku, o'yinni boshlayman, aytdim-da, men o'lishim mumkin emas, lekin yo'lik o'lib qolishi mumkin deb. Voy, nima buncha bu jon ketkazdi, Yodgor. Qoch. Ikkita udarda tomon qiladi bu. Eng qiyinda turibdi-da o'zim. Quramiz, yo'dikki. Qurib mashina bekinib turamiz. Ana yo'ligim keldi. Yopamiz endi. Bo'ldi. Tayyor hammasi. Ayni bekor o'tirmasdan tayimizni kavlab unaqacha o'zimizdan qilib kavlab o'zimizga tosh chopsak bo'ladi yoki yana shu kabi ro'dalar chopsak bo'ladi. Bu endi o'zimizga foydada bu. Muhimi o'lib qolmaslik, muhimi shu. Birim komur ekan. O'tirib, ko'z qarasi bilan qarasak, hech nimasi yo'q ekan lekin. Yo'lik mana bu tush. Tush pastga. Havada kom bor. Kiramizmi? Jun. Bitta narsa ololmay qo'yaman. Taporni boshqa bitta oldim-da. Ana. Kirib esa uxlaymiz. Mana do'stlar, bir kunda 20 ta bo'lmasa ham 16 ta yig'dik. 16 ta jelez, 11 ta mis. Yana yig'ardim u. Lekin voy. Yo'q. Qanday qilib? Hay do'stlar, hammadan uzr so'rayman. Videom boshida katta gapirib qo'ydim.
Lekin oxirida yo'dik chidadi mana. Men o'ldim to'ri. Lekin mana yo'dik hali ham turibdi. Hozir mana opa kirsak. Mana bu yerda konlar bor ekan. Konlar o'zi ham tayda joylashgan ekanmiz o'zi ham. Mana bu yerda esa yo'dik. Men qarab turibdi. Va ko'rsa. Mayli do'stlar. Sizlar bilan Temur gamer bo'ldi do'stlar. Hech nima qilib bo'lmaydi menga do'stlar, ko'rib turibsizlar, mayli. Like va podpiskaga ayamangizlar do'stlar. Biz qishgacha, ya'ni yangi yilgacha 100 ta bo'lishga harakat qilib ko'ramiz do'stlar. Sizlardan like va podpiskani kutib qolaman do'stlar. Hammaga xayr.